Oylik to'lov $200 dan mana shu 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2miz halollansa savdoga berilayotgan ekan. Akalar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Nomeriga ahamiyat bering. Mashinani o'zi alohida teng. Xullas bitta obzor qilib beramiz. Oxirida boshlang'ich to'lovni ham aytib ketaman akalar, ketdik. Xo'p, yili 2015, lekin 16-yil salondan chiqqan ekan akalar. Holati to'g'risini aytaman, zo'r. 3 ta joyda kraskasi bor ekan, nomiga tegan, suvlar but-butun, xudo xolisa chiroyli mashina akalar. Nomerlarni ko'rdinglar. Hop, faralar yaxshi holatda, balon holatlari ham juda ham yaxshi. Mashinamiz tonirovkasi bor, faqat ruxsatnomasi o'tib qoldi akalar. Xudo xolisa buni ruxsatnomasini olish kerak yoki tishilib tashab yaxshiroq qilib yurish kerak. Vitraviklari bor akalar. Ko'rib turgan bo'lsanglar, salon qismiga kiradigan bo'lsanglar, aka, obshipkalarni qarang. Yaxshi chexollar taqilgan. Pultlar yaxshi holatda, o'zini bunaqa rollari. Hop, probega kiradigan bo'lsak, 371 ming kilometr yurgan akalar, 15 kilometrga rozi bo'lasizlar. Hop, mashinamiz mexanika mana bunaqa, monitorlargacha bor, super konditsioner akalar mashinamiz. Tayyor holatda. Yomon emas. Eng glavnisi orqalarida beton gazlarigacha bor. Nima deysizlar? Zo'r holat. Faqat Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga beriladi. Holati zo'r menimcha. Chiroyli bo'lib turibdi. Xullas, aka qarang. Hop, boshiga $1000 berasiz. Endi oylik to'lov $200 dan 26 oy akalar. Yomon emas-da. Biz bunaqalarni to'g'risini aytaman, $300 dan chiqarib olgan edik bir paytlar. $200 dan menimcha ideal holatda. Mashinamiz Qibrayda turibdi. Men lokatsiyasini Telegram kanalimizga shundoq joylab qo'ydim. O'sha yoqqa obuna bo'lib qo'ysanglar, birinchi o'sha kanalga, ya'ni Telegram kanalimizga qo'yilyapti. Xudo xolisa, lokatsiyalar ham shu yerda bor. Kelib haydab ko'rib baraka qilsanglar bo'ladi. Xullas, tegirgalar nomerlarni qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Mana shunaqa zo'r Nexia 2 qidirgan o'rtog'larga bu yon jo'natib qo'yishingizdan chiqmasa, okalar, joninglar sog' bo'lsin. O'zinglar ehtiyot qilasizlar.